Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilgan va kutgan kanal turfa olam. RIA agentligining Rossiya Mudofaa vazirligiga tayanib xabar berishicha, Rossiya qurolli kuchlarining sharq bo'linmasi 11-noyabr kuni Zaporojye viloyati hududidagi Novouspensky qishlog'ini o'z qo'liga oldi. Markaz bo'linmasi esa RIAga ko'ra Pokrovskdagi umumiy 256 ta binoni Ukraina armiyasidan tozaladi va ma'lum qilinishicha, Kiyevni barcha frontlardagi bir kunlik yo'qotishlari 1255 nafar askarni tashkil qildi. RIAning urg'u berishicha, Rossiya qurolli kuchlari tarkibidagi sharq bo'linmasi 12-noyabrga o'tar kechasi Kupianskning sharqiy qismida to'liq o'z nazoratini o'rnatdi. Financial Times agentligining tasdiqlashiga ko'ra esa sharqiy Kupianskning Rossiyaga topshirilishiga Ukraina armiyasini Kupianskda askar tanqisligi muammosi bilan yuzma-yuz kelgani sabab bo'ldi va Kiyevdan Kupiansk shahrining sharqiy qismida askarlar qolmadi. Financial Times'ning aniqlik kiritishicha, Ukrainaning Kupiansk mudofaasiga tashlangan qo'shini Rossiya armiyasining aniqrog'i shu yo'nalishda harakat qilayotgan sharq bo'linmasini artilleriya va albatta dronlar yordamida ushlab turishni rejalashtirgan edi. Ammo Kiyevning rejasi bu safar ham ish bermadi va Ukraina Kupianskning sharqiy qismini butunlay yo'qotdi. Endi Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyenning razvedka boshqarmasi tashkil qilish uchun boshlagan harakatiga oid xabarga to'xtalamiz. E'tiborli bo'ling. Reuters agentligining axborotiga ko'ra, Ursula von der Leyen Yevrokomissiya tarkibida xuddi Qo'shma Shtatlarning markaziy razvedka boshqarmasi, ya'ni CRU kabi yangi razvedka bo'limi shakllantirmoqchi. Ammo uning bu rejasini amalga oshirishiga hozircha Washington jiddiy qarshiligini e'lon qildi. Reutersga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari Yevropa ittifoqida bu turdagi josuslik boshqarmasini tashkil qilinishiga qarshi. Boisi u markaziy razvedka boshqarmasini Yevropadagi faoliyatiga ta'sir ko'rsatishi mumkin va Yevropa uchun yangi CRU'ning keragi yo'q. Endi Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovni Ukraina urushi bo'yicha bildirgan fikrlariga o'tamiz. TASS agentligining axborotiga ko'ra, 11-noyabr kuni Sergey Lavrov Ukraina urushi va uni yakunlash uchun Qo'shma Shtatlar bilan tashkil qilinishi kutilayotgan tinchlik muzokarasi haqida alohida bayonot bergan. Sergey Lavrovga ko'ra, Moskva Washingtonga o'z pozitsiyasini to'liq bayon qildi va Ukrainada demilitarizatsiya, shuningdek denacifikatsiya jarayoni o'z yakuniga yetmas ekan, tinchlik shartnomasi borasida gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bu degani Rossiya o'z oldiga qo'ygan maqsadga 100% erishib bo'lgandan keyingina urushni to'xtatishi mumkin degan gapdir. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovni qo'shimcha qilishicha, Oq uyning otasi Donald Trump urush vaziri Pete Hegsethga yadro qurollari sinovini amalga oshirishga buyruq berdi. Biroq hali Moskva bunday qadam tashlamagan edi. Shunday ekan, Lavrovning yakuniy xulosasiga ko'ra, agar Amerika Qo'shma Shtatlari yoki yerdagi boshqa bir davlat yadro quroli sinovini boshlasa, u holda Rossiya ham o'zini yadro qurollari sandig'ini ochishga majbur bo'ladi. Aniqrog'i, Moskva ham ommaviy qirg'in qurollari sinoviga start beradi. Endi Yevropaning Rossiya bilan katta urushga tayyorgarlik ko'rayotganini tasdiqlab bergan xabarga yuzlanamiz. Diqqat bilan eshiting. Serbiya prezidenti Aleksandr Vuchichni Pink telekanaliga 11-noyabr kuni bergan o'z intervyusida ma'lum qilishicha, Bryussel Moskva bilan harbiy to'qnashuvga jiddiy tayyorgarlik ko'rmoqda va bundan keyin Serbiya ham qurollanishga kirishadi. Aleksandr Vuchichga ko'ra, agar Yevropa Ukraina urushi fonida Rossiyaga qarshi qurollanishni to'xtatsa va urush tahdididan voz kechsa, Serbiya shu kuni o'zida bayram sifatida nishonlaydi. Ammo bugungi Yevropa ittifoqi rahbariyatini bu turdagi qarorni qabul qilishiga hech kim ishonmaydi. Endi Ukrainaning Venetsiyasi sanalgan Vilkova shahrini to'qnash kelgan demografik inqiroziga aloqador xabarga o'tamiz. New York Times agentligining axborotiga ko'ra, Odessa viloyati tarkibidagi Vilkova shahri juda og'ir vaziyatga tushib qoldi. Bunga esa shaharda istiqomat qiluvchi erkaklarni Dunay daryosini kechib o'tib urushga bormaslik uchun qochishi va Vilkovalik erkaklarni frontga majburiy tarzda safarbar qilinishi sabab qilib ko'rsatiladi. New York Times'ga ko'ra, Ukrainaning Venetsiyasida ilgari, ya'ni urush boshlanmasdan va erkaklarga ov e'lon qilinmasdan oldin 8000
nafarga yaqin kishi istiqomat qilishi qayd qilingan. Bugungi kunga kelib esa bu sonlar 50% ga qisqargan. New York Times'ning xulosasiga ko'ra, agar Kiyev erkaklarni ovlashni to'xtatmasa, Vilkova shahrida shahar hokimi Matvey Ivanovdan o'zga erkak jinsiga mansub kishi qolmasligi aniq. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.